Assalomu alaykum. Oldingi videolarda go'sht haqida ma'lumotlar bergan edik. Endi go'sht qayerdan kelganini bilib olish uchun ma'lumotlar beramiz. Mol go'shti yaxlatib sotilayotganini ko'rsangiz, bu Pokiston yoki Hindistonning go'shti hisoblanadi. Местный go'sht bilan Belorussiyadan kelgan go'shtning farqi. Birinchi farqi ustidagi Belorussiya pechati, ikkinchi farqi Belorussiya go'shti местный go'shtga qaraganda tez qorayib qoladi va местныйga qaraganda Belorussiya go'shtini tez suvi chiqib ketadi. Buni yomon joyi yo'q, xavf ham tug'dirmaydi. Eng qiyini bo'lgan Qozog'iston va O'zbekiston go'shtini solishtirish. Sababi O'zbekiston bilan Qozog'iston qo'shni mamlakat bo'lgani uchun farqi deyarli yo'q. Qozog'iston mol go'shtini yog'i so'yilganda O'zbekistonnikiga qaraganda ozgina sarg'ishroq rangda bo'ladi. Buni ham xavfli joyi yo'q. O'zbekistonda qaysi mamlakatdan kelgan go'shtlarni olgan ma'qul? Buni oldingi videolarda aytib o'tganman.